kelganga o'xshayman. Yes, o'sha mashhur 13-qishloqni ham topib bo'ldim. Aytgancha hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men o'sha Twix Gamer bo'laman. Xush kelibsizlar. Mening yangi videomga obunachlar. Video chiqmagani ancha bo'ldi. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qolamiz. Sizlardan shu obunani so'rayman xolos. Boshqa narsa kerak emas. Qani bo'lsa videoni boshladik. Xo'p, obunachilar, mana telefoncham 12 Pro Max shahardan sotib olganman. U mana plakatgacha qarab qishloqqa kelyapman. Salom qishloqlar, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Yangi ko'chib keldingizmi? Yangi ko'chib keldim. Yaxshimisizlar? Endi ko'chaman-da. Yaxshi, bo'pti, qo'shni. Qo'shni bo'lamiz, qo'shni. Mayli. Assalomu alaykum. Alaykum. Taq, janob mer kelsam bo'ladimi? Kiraver. Salom janob mer, yaxshimisiz? Menga qarang. Nimasini aytasan? Juda ham kayfiyatim bugun buzuq. Nega axir janob mer, mana qishlog'ingizga ko'chib keldim. Siz bilan kelishuvdi-ham, pachka mana 100 mingtaliklar. Pullarni sandiqqa solib qo'y. Sandiq yo'q bu yerda, mana polkaga solib qo'yaman. Yaxshi. Chinasi nega ochilmayapti? Bo'ldi, ochildi mana. Pullaringizni solib qo'yaman. Pullaringizni mana $1700 ham sizga. Bo'ldimi? Uy meni nomimga. Albatta, vallahi hozirga qishloq hayoti uchun instrumentlar beraman, shular. Bering endi. Rahmat janob mer sizga. Arzimaydi, uyingni ertaga nomingga o'tkazib beraman. Hozirchalik yashab tur. Mayli. O'zi ichiga mebel bormi? Albatta bor. Bu yaxshi obunachilar. Tabriklasanglar bo'ladi. Uyli bo'lim. Вообще xursandman. Вообще. Tushunsin. Mashina kim bo'ldi? Odatda men bu qishloqqa mashina yo'q desam bor ekan. O'zimning ham mashinam bor. Mayli. O'zimga boshqa mashina sotib olarman qishloq hayoti uchun. Hozir qishloqqa mashina nima kerak? To'g'rimi obunachilar mana? Uyimga ham yetib keldim. Вообще zo'r, kompyutercha. Notebook, kompyuter emas, ishlar ekan, yaxshi. Ajoyib. Endi bular instrumentlarim sinib qolsa, to'g'ri bilashim mumkin. Yaxshi. Obunachilar, biz hozir pullarimizni solib qo'yamiz. Albatta bu juda xavfli. Xo'p, biz hozir nima qilamiz? Albatta agrot ishimizni qilamiz. Hozirchalik mana bular kerak emas. Dupinka o'zimga turadi. O'zimga qurol ham olib kelganman. Kimdir hujum qilib qo'ysa, bilaman bu 13-qishloqqa bezor bachchalar ko'p. O'shaning uchun, salom, yaxshimisiz? Bu yerda men yangi ko'chib keldim. Ko'chib keldingmi? Yangi ko'chib keldim. Aka, bir ishingizni boshqa joyga qilsangiz bo'lmaymi? Shu ma'qulda menga. La'nat, bir keyinga ketaman o'zi. Mayli, obunachilar, mana bu agrot sotib oldim. Boya bekorga $1700 bermadi-yu. Bu agrot juda ham qimmat ekan. Insofi yo'q janob merdir. Mayli qilamiz. Fermachilikni yomon yoqtiraman. Fermachilik yoqadi. Bilaman, hamma youtuberlarga ba'zi payt erinadi, ba'zi payt qiladi. Shundayda o'zi fermachilik qiladi. Suv ham yaxshi, okey, toza suv. Okey, yana so'ndirdi. Pash nima? Ular cho'kib ketganmi jo'jalar? Yarim o'smaga. Mayli. Qishloq hayotini sal ketyapti. Mayli. Qishloq hayoti uchun o'rganib olsam bo'ladi shu. Men ham bir vaqtlar qishloqqa yashagim kelardi. Mana 24-qishlog'ing nima bo'ldi desalar, u yerda
Yashamasam birini bilmadim. Bu yerda adashmasam bir do'stim yashardi. O'g'illar do'stimni taniysizlarmi yo'qmi? Men o'sha do'stim bilan juda ham necha yil, почти 18 yildan beri nima deyapman? Почти 10 yillar bo'ladi do'stim bilan. 10 yildan beri birgaman do'stim bilan. Просто 1 yil qaqadir ketib qoldi. Rossiyada men adashmasam ishlagan. Hozir qiyin ahvolda. Menga yordam beraman. Mana bu kartoshka chiqsin zaharli. Bu mayli, xo'p janob merga beraman. Tak janob mer, yana bir boba kirsa maylimi? Ha, kiraver. Janob mer, nega kayfiyatingiz yo'q? Mana keldim, mana ola qoling. Shu desang, kreditim bor, yopishim kerak. Mana pullar bilan yoping. Qarziman bu. Jinoqsin. Yomon ahvolda ekan. Nima qilamiz? Oblashni merga ham yordam beraymi? Bu qishloqqa ko'chib keldim. Yarasha hozir men do'stimni olib boraman. Sizlar obuna bo'lib qo'ysanglar bo'lgani. Xo'p, yaxshi obunachilar. Hozir do'stimni oldiga bir ikki so'm borib kelay. $3200 ko'ribsizlarmi? Pachka. Normali ketdim. Janob ya. Nima deysan? La'nat jiysi. Dedim, eshitib qolmasin, yoshi kattaga o'xshaydi mendan. Mana bu qora. Jinoqsin, nima deysan? Eshitdim. Qanaqangi qorovulmi? Jinoqsin, tilim qovushmayapti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum. Okey. Hoy, do'st, uydamisan? Hoy, yaxshimisan? Keldingmi jigar? Ha, keldim. Senga bir kichik sovg'am bor. Qanaqa sovg'a ekan? Hozir ko'rib olasan. Obunachilar, zo'r skinimni almashtirib oldim. Senga juda ham zo'r hadiyam bor. Qanaqa do'st? Charchadim, bekor musofirga ishlamanda. Mana bu pulni olib qo'y, jigar. Nima? Tushunmadim. Mengami? Albatta, mana $3200 beraman. Hozir ola qol. Rahmat jigar. Arzimaydi. Hoy, qo'shni ketmoningiz yo'qmi? Chiqim ketmoni yo'q. Kimni o'zi bilan? Bilmadim. Rahmat senga do'st. Arzimaydi. Yashayapsan? Ha, yashayapman. Просто menga hozir pul kerak edi. Senga katta rahmat. Arzimaydi qo'shni. Sen sog' bo'lsang bo'ldi. Uzr, sal qo'shni devoraman, o'z qo'shnimizku, to'g'rimi, do'st? Ha, to'g'ri. Yo'qollaring, boki, nima qilasan sen bu yerda? Qoch. Ha, mayli, do'stim bilan gaplashib olay. U meni do'stim bu. Ha, hech qisi yo'q, bilaman, kelib turadi. Mayli, gaplashamiz. O'rta telefon chang'ari. Wow. Mana moneta olsam bo'lardi, puli yo'q-da. Jiya, patichga chiqib turaman, jigarim. Yo'qoldi qishloq. Yo'qol, kelma bu yerda, la'nati. Uxlasa ham kelaveradi bu la'nat jitselar qishloq. O'zi yaxshi va la'nat jitselar yo'qmabdi. Nima? Yoshda hali bu qishloqlar. To'g'ri aytasan, mayli. Bekorsa aytgan edi, qilaman-da. Zaynab. Okey. Menga aytganini qilish kerak edi. Bo'pti. Dalba yo'qlar kirsin. Turkingga san. Mayli, obunachilar, do'stimdan ham xabar oldim. Obunachilar, mana skinimni ko'ringlar, almashtirib oldim. Bu skin qaysidir obunachimni skini, qanday deydi, mushuk. Mayli, qaysidir nima desam, qaysidir youtuber skinda bu o'sha ham meni obunachim. İşte bosh qilsanglar bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Oppa, mushuk. Voy, jinoqsan o'xshamadi, la'nati. Kis desam, kim edi la'nati? Mayli, obunachilar, juda ham charchadim. iPhone 7 o'ynasam kompyuterim yo'q. Telefonimni yaqinda olib,
Shuning uchun buni ishlamay ozgina telefon bilan dam olaman. Telefon ko'ribsizlar juda katta. Telefon bilan dam olmayman, просто TikTok tomosha qilaman, balki YouTube la. Voy, jin ursin. La'nat. Hozir kim taqillatibdi la'nati. Stop obunachilar. Hozir obunachilar, men mehmon kutmagandim. Kim bo'lishi mumkin? La'nat, tezroq chiq. Jin ursin. Assalomu alaykum. Salomingni dodangga aytasan. Tushunmadim, Narmanni gapiring, kimsiz? Mani uyimga yashayapsanmi? Tushunmadim. Men bu uyni sotib oldim, janob Merdan. Men sotib olmoqchi edim. Chiqma uydan. Tushunmadim, men karillamasdan gapir, jiyan bilay, buzoraman. Nima qilasan? Xohlaganini qilaman. Shu telefonim bilan basharingga bir solaymi? Boymisan shunchalik? iPhone 7 chala bilan? Nima? Короче, uy munosabatida keluvdingmi? Uy meni nomimga hujjati ham bor. Ertalabdan sabimni buzasan, ham ko'rsatchi. Obunachilar, shu odamlar yoqmaydi. Ko'ribsizlarmi bu qishloqda? Yaxshi desam, batar ekan-ku. La'nat obunachilar, like bosib qo'yinglar. Shuning uchun, bu la'natlar uchun. Mana ol, ko'rish olmasang, mana dokumentlar ham bor. Shinursan, qanaqasi ekan? Men merga, короче, men огородni ham sotib oldim. Uzr, chiqsang yo'q. Огородni ham sotib oldim. Nima deya olasan endi shu gaping bilan? Isming bir Panjar emasmi? Shunday. Behujjatlarni yo'qol endi bu yerdan. Tiranchi, tushunmadim. Bolam, buzoraman o'sh. Ovqat yomon qilaman shu bolam. Hozir buni ishlar olmagan qabi. Sen o'zingdan katta hurmat qilyapsan. Nima qilasan? Kechga uchrashga yaqinlaytam. Hozana jitilni olyapti. Jitillar talpa bo'libdi. Qisay. Xo'sh, hiddo'zingdan yo'q qo'raman hozir. Kelindi. Voh. Burganing yomon bo'ldi. O'la qol, chinirsin. Ketib qoldi. Uka, o'zidan boshladi la'nati. O'zicha uyda so'raydi bana. Yomon urding lekin. Qochib ketdi, hushidan ketdi. Bakalım. Erta ikkita oshna-og'aylarni kutib olamiz do'stlar. Mana bu kallasiga solaman. Talpa kallasiga solaman. Chop bersam bo'ldi, hushidan ketdi la'nati. Bugun uchrashib olishimiz kerak la'nati bola bilan. Qayerga ketdi o'zi? Hoy. Nima deysan? Sana meni bir turmisan? Urma meni la'nati, kirsan. O'zingga qarab gapir. Men kimligini bilsammi? Millionerga yaqin odamman. Millioner bo'lsang o'zingga. Men bu oddiy uyga turasan, ikkita bu kuznitsa oddiy. Tushunarsan? Ana sen tanishingmi Sanjar? Xuddi shunday. Unga yana bir marta gapirsang yomon ko'rasan. Nima qilasan shu bilan? Kallang cho'qib qo'yaman, uka. Sana bilan bir tursan, la'nati. Alo, janob mer. Menga bir 30 ta daraxt chopib kel, la'nati. Mal janob mer, keyin sizga bitta gapim bor-da. Keyin aytasan, chopib kel. Bo'l 30 ta daraxt bo'lsa, 30 ta daraxt tushunsin bu odamni, la'nati. O'zicha, lekin nima desam, janob mer bilan aloqasi bordir balki. Qayerdan bilaman? Tushunsin. Uy meniki deydi. La'nat, bu yerda qishloqli odamlar ko'p ekan, shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Shunaqa qora dabaq, men yoqtirgan ish-ku bu daraxt chopish obunachilar. Chopish legendada daraxt chopish. Mana obunachilar daraxtni ham chopib bo'ldim. Tak, janob mer, kirsam bo'ladimi? Kiramayapti. Mana o'sha 30 ta aytgan daraxtingiz. Mana. Chaqqon bola ekansan, rahmat. Arzimaydi janob mer. Bittasi kelibdi-da, men uyimni
Maniki deydimi? Xuddi shunaqa gaplar janob mer. Ha, bu qishloqqa e'tibor qilmaganda darmetlar yig'ilgan, dalbayotlar. Qishloqlar ham o'zi bir xafa bo'lmay, la'natim mana bu. Shu tilni eslab qoluvdim. Ana do'stimni kirib chiqaveradi. Narmandek tarbiya berib qo'ying. Ukangiz jiyaningiz bo'ladi, masabimga o'ynadi yomon. E'tibor qilma, yoshda.